Assalomu alaykum chorvachilar. Mana xudo xolasa Shahrixon, Yozyovon, o'zimizni Asaka Andijonlardan sinovdan o'tkazgan akalarimizga yana yemlarimizni chiqarib beryapmiz. Inshaalloh tayyor qilib qo'ydik. Kecha zakaz berishgan, bugun tayyor bo'ldi xudo xolasa. Yuklanish jarayonlari. Yana bizdan so'rashayotgan, yana qanaqa yemlaringiz bor deyotgan akalarimizga bizda mana sigir yemi, qo'chqor yemi, novvos yemi, kilokalorlari yozilgan. Hammasi xudo xolasa halol o'zimiz tabiiy mahsulotdan chiqarilayotgan. Narxlarimizga kelsa 4800 so'm narx qo'yilgan. Inshaalloh undan ham chepcha o'tib beramiz. Siz yaxshi miqdorda, ko'proq miqdorda olsangiz bas. Bizda dastavkalarimizga bir tikan pul olinmaydi xudo xolasa. Biz yemlarimizdan ko'proq olasiz, dastavkangiz bepul tushadi. Yemlarimiz narxi 4800 so'mdan. Sigir yemlarimiz narxi 5300 so'm edi, yana 100 so'm tushib qo'ydi. 5200 so'm 10000 kilokaloriya. Mana tayyor bo'lgan yemlarimiz. Tayyor bo'lgan yemlarimiz mana mashq holatda bo'ladi xudo xolasa. Buni ichida hech qanaqa tuzi ko'p emas. Molingiz chanqab qoladigan holat yo'q. Keyin asosiysi o'zingiz ko'rib olasiz buni aralashtirayotgan jarayonini. Keyin bu biz yemimizga inshaalloh hech qanaqa boshqa yemlarni qo'shib berishingiz shart emas. 90 kunda xudo xolasa effektga olib chiqadi. Aloqaga chiqaringlar, podpiskani to'xtatmanglar, laykani to'xtatmanglar akalar. Sizlarga faqat manfaatli bo'ladigan videolarni yemcha boladan kutib qolinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi kuningiz xayrli o'tsin.